Sirdaryo viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan oldindan olingan tezkor ma'lumotlarga asosan Namangan viloyati bojxona boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda Namangan shahri hududida kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy aylanuviga qarshi kurashish borasida tezkor tadbir o'tkazildi. Jarayonda oldindan kuzatuvga olingan fuqaro boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtotransport vositasi Namangan shahri ko'chalaridan birida to'xtab, shartli xaridorga 100 ta kon valyutada jami 998 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini sotmoqchi bo'lgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan to'xtatib qolindi. Shuningdek, fuqaro belgilangan tartibda shaxsiy tekshiruvdan o'tkazilganda nimchasining ichki chap cho'ntagida bitta kon valyutada jami 4 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasi borligi aniqlanib, hujjatlashtirib olindi. Tezkor tadbir davomida fuqarodan 101 ta kon valyutada jami 1002 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari ashyoviy dalil sifatida vaqtincha saqlovga olindi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.